Malika kim ekan? Boshlayveraylik. Ha, mavzumiz. Bugungi mavzu juda ham qiziq. O'sha Telegram botda dinamik tugmalar bilan ishlashni o'rganamiz. Ya'ni knopkalar borku, botlarda ishlardi knopka, o'sha narsalarni yaratishni o'rganamiz. Mana bunaqa knopkalarni ko'rgan bo'lsanglar kerak Telegram botlarda. Mana holatdagi knopkalarni. Bizaga knopkani asosiy vazifasi boyagi qo'lda yozib turmaymiz, tayyor tanlash, ya'ni tezlashish imkonini beradi va boyli chiroyliroq va qulayroq hisoblanadi. Klaviaturalarni ham, o'sha boyagi keyboardlarni ham turli xil ishlatilishiga qarab joylari bor ekan. Birinchi turi replay keyboard, doimiy tugmalar hisoblanadi. Replay klaviatura bu foydalanuvchining matn kiritish maydoni ostida, matn kiritish maydoni, tekst. Zarur qarab tursan. Mana bu tekstdan pastda doimiy joylashadi. Bu foydalanuvchi matn kiritish maydoni ostida paydo bo'ladigan tugma bosilgan, uning matni oddiy xabar sifatida botga yuboriladi. Bu degani nima degani? Mana bu yerda tugmada nima bossangiz, o'sha xabar sifatida bu yoqqa borilaveradi. Masalan, 7 desangiz 7 boradi, 8 borsangiz 8 boradi va hokazo. Buni foydali tarafi, bunga callback qilmasdan, mana сообщение jo'natishni tezlashtirish uchun qilingan narsada. Ya'ni siz o'sha knopkalar orqali tezdagina ma'lumotni yoza olasiz. Tekst bilan yozib turmaysizda, tayyor sizga berilgan variantlardan birontasini tanlaysiz, o'sha sizga qulay bo'ladi. Qo'lda yaratish juda ham qiyin emas. Hozir biz yaratib ko'ramiz. Mana bu yerda bizaga biz bilmayotgan narsa, farqli narsa bor. Mana bu qismi va mana bu qismi e'tibor beramiz. Bu yerda nima qilib olyapti? Biza keyboard yasab olyapti. Keyboardga e'tibor beringlar. Reply keyboard markup degan nimadan ishlatyapti. Bu iogram typesdan olyapti, klass yaratyapti va unda keyboard deyapti. Keyboardda nima bo'lishligini ko'rsatgan. Mana bu yerda list qilgan, list ichida yana list, ha? Bu birinchi qator, bu ikkinchi qator degan. Birinchi qatorda nima bor? Profil bor va keyboard button tekst sozlamalar bor. Tushundingmi? Ikkinchi qatorda nima bor? Yordam bor. Ikkinchi qatorligini qayerdan bildim desanglar, mana bu yerda bitta list, to'g'rimi? Bu ham bitta list. List ichida aytimlar. Ya'ni mana bu list ichida listlar. Mana matritsani ham hosil qilgan bo'lsa, mana birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator, to'rtinchi qator. Ko'ryapsizlarmi? Bu nima degani? O'sha katta list ichida 4 ta list bor, listlar ichida nima bor? Elementlar bor. Xuddi shu narsa. Zarur quyib olamiz. Resize keyboard true nima edi? Bu degani o'sha tugmalarni ekranga moslab kichiklashtiradi. Katta bo'lib ketmaydi, kichik bo'lib ketmaydi. O'sha sizning telefoningizga moslashadi u. Input field placeholder buyruqni tanlang deydi. Mana bu yerda message deb yozilgan joyiga sizni o'sha placeholderingizni yozadi. Misol uchun tugmani bossang, bironta yozuv bo'lishi mumkin. Mana buni endi birgalikda ishlatib ko'ramiz. Ishlatish o'sha biza yozib yurgan bot ustiga yozamiz. Shunday muammo emas. Tak. O'tiramiz o'zi. Tak. Bu yerda oldingilar ham yozilgan. O'chirib tashlaymiz. Mayli, tak. Endi qaranglar. Mana bu registr deyilyapti, ya'ni start komandasiga, registr komandasiga. Xo'p, start komandasiga biza mana on start qilaylik. On start. Start komandasiga biza misol uchun odatda nima qilardik? Await qilardik-da, message ko'rinyapti-mi sizlar? Message answer qilardik. Nima qilardik bu yerda? Bironta xabar. Assalomu alaykum, misol uchun. Assalomu alaykum. Alaykum. Endi biza maqsadimiz sal boshqacha. Endi bu maqsadimiz bu yerda tak nima qo'ydik bo'lsak nazariyaga. Shunaqa filtr bor. Command start bir xil narsa. Command start default filter, bu esa custom filterda start yozyapmizda, o'sha bir xil narsa. Tak. Uni qaranglar, assalomu alaykum qilyapmiz. Endi mana bu yerda keyboardga e'tibor beramiz, ana shuni olib ishlatib ko'ramiz.
keyboard olamizda mana bu yoqqa qo'yamiz. Va buni tushuntirdim, yana bir sira tushuntiraman. Mana bu yoqqa keyboard, qarang, reply keyboard markupni qayerdan olyapmiz? Biz types'dan olyapmiz. Mana inline'lar hozircha kerak. Tursin, keyinchalik boshlaymiz. Keyboardda mana list yaratyapmiz. List ichiga har bitta qatorni alohida bitta list qilib joylashtiramiz. Tushundingizlar? Hozir mana buni qilik bo'lsa yana bitta qator qo'shdim degan. Buni qilik bo'lsa yana bitta qator qo'shdim degan. Tushundingmi? Bizga bu kerak emas hozir. Mana qo'yamizda mana bu resize keyboardga true qo'yamiz. Bu shu nimasini false qilib ko'ramizda, keyin true qilib ko'ramiz. Birinchi hozir true qilaylik. Keyin bitta narsa esdan chiqmasligi kerak. Mana bu yerga reply markup degan joyiga mana bu biza yaratgan keyboard obyektini berib yuborishimiz kerak. Shunda biza bu har bitta xabarimizga moslab bu o'ziga kerakli bo'lgan klaviaturani joylashtiradi. Endi buni ishlatib ko'ramiz. Telegram ishlagan bo'lsa, nima qilib ko'ramiz bitta. Tak. Start tugmasini bosamiz. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu knopkalar chiqdi. Mana birinchi qator, ikkinchi qator mana joylashdi nimasi bo'yicha. Mana bu qatorlar buyruqni tanlang deb yozib chiqqan, to'g'rimi? Tekstga. Ya'ni biz birinchi nimamiz berdik va esda tutamiz, bu reply qaranglar. Reply nima? Keyboardlar nima qilardi? Bu yerda yozilgan knopkadagi nima bo'lsa o'shani jo'natardi. Sozlamalar bo'lsa sozlama, yordam bo'lsa yordam, profil bo'lsa profil. Bu o'sha har doimki xabarni qo'lda yozmaysizda, knopkani tanlab olgandan gap. Tushundingmi? Misol uchun aytadi, siz qaysi fanlarga borasiz deganda biz qo'lda yozib kelayotgan shu yergacha matematika, fizika deyotdik. Endi nima qilamiz? Oldindan o'zimiz tahlab qo'ygan nima bo'yicha olib olamiz. O'sha xabar jo'natadi, keyin biz o'sha bo'yicha obработка qilamiz. Buni tushundingizlarmi? Qiyin emas ekan-a, o'zi reply keyboard olamiz, reply keyboard markup qilamiz. Shablonday gap bu ham. Buni olib qaraganda mana bu yerda knopkalarni joylashtiramiz. Qo'lda qilinadi hozir bu narsa. Tushundingmi? Davom etamiz. Bu yerda keyboard ro'yxatlar ro'yxati, har bir ichki ro'yxat alohida qatordagi tugmalarni bildiradi. Ana shu narsani esdan chiqarmasanglar bo'ladi. Ro'yxatlar ro'yxati degan narsa. Mana ro'yxat ichida yana ro'yxatlar bor. Tushundingmi? Ro'yxat ichidagi ro'yxatlar bu qatorlar hisoblanadi. Maxsus tugmalar kontakt va lokatsiya jo'natishimiz mumkin ekan. U uchun bizlar nima qilishimiz kerak ekan? Mana bu yerda knopka joyida request contact deganga true qilsak nima bo'ladi? Kontakt so'rash knopkasi bo'lib qoladi. Lokatsiyani yuborishga knopkasi request location bo'ladi. Olamizda mana knopkani olamizda. Buni qaranglar. Eng mazza tarafini aytaman. Mana buni yangi handler yozaveramiz. Async def request location degan narsa olamizda message qilamiz. Ya'ni bundan xabar kelishi kerak. Faqat men routerga boshqa komanda bermoqchiman-da, boya startga aralashtirmoqchi emasman. Message qilamizda command misol uchun info degan komanda so'ramoqchiman. Bu yerda men keyboardni olaman, bu yerda raqamni yuborish, lokatsiyani yuborish keyboardni olamanda, bu yerda evet qilaman. O'sha har doimgidek message answer nima edi? Xabar yozaman qanaqadir. Ma'lumotlarni bering. Ma'lumotlaringizni bu yerda kiritish emas, berish bo'ladi, bering bo'ladi. Va men bu yerga reply markup qilaman. Hammasi reply markup qilinadi, keyboard beraveradi. Tushundingmi? Buni ichkariga kiritsam o'zi nima qiladi? Mana bu yerdagi narsa resize keyboardni bilasizlar, kichraytirib nima qilish. One time keyboard true degani nima degani? Bosganingizdan nima keyboard yoshiriladi. Hozir e'tibor berib turamiz, bitta o'chiramizda, bitta yoqamiz. Endi bizda mana bu narsa qaranglar. Mana buni bossak yoshirilyapti, ha? Default holatda buni bosganimda yoshirilyaptimi? Yo'q, ha? Endi bu infosiga o'taman. Info deganini o'taman. Mana raqamni yuborish, lokatsiyani yuborish deyapti. Misol uchun raqamni yuborish deganda men kontaktim so'raydi. Bitta bosaman. Siz kontaktingizni olay deydi, share qiladi-da, ikki knopkalar yuqoriga e'tibor beringizlar. Pastga yoshirib qoldi. Chunki bu biz shunga nima qildik? Mana bunaqa xabar yozib qo'ydik. One time keyboard true dedik. Ya'ni bir martalik ishlaydi. Lokatsiya jo'natishni ham bosamiz. Lokatsiyada Telegram desktopda jo'natib bo'lmagan, mana
nimamdan telefondan jo'natsam bo'ladi. Tushundingmi? Reply markup tushunarli bo'ldi. Klaviaturani olib tashlash mumkin ekan. Misol uchun umuman klaviatura qoldirmaslik ham mumkin ekan. Selam. Klaviatura qoldirmaslik ham mumkin degani, misol uchun men knopkalar olib tashlash mumkin bo'lishi mumkinmi? Remove degan. Inline keyboard nimasiga qarayotgan bo'lsak, hozir qarang, malaka mana bu narsalarni o'tdikda hozir takrorlayman. Mana bu knopkalarni o'tdik hozir. Reply keyboard deydi buni. Reply keyboardda mana bu xabaringizda mana bunaqa holatda turib turadi. Hozir startni bosadigan bo'lsam, mana bu narsa knopkalarni ko'ryapsizmi? Shu knopkalar turadi-da, mana bu yerda editdan oldin bo'ladi. Biz hozir shuni o'tdik. Bundan nimani jo'natsangiz o'sha xabar bo'lib tushaveradi. Mana bu yerga e'tibor bering, buyruqni tanlang deb o'zimiz yozdik. Komandalari bor. Mana bu yerda keyboard qurish nimasi bor, asosiy nimasi bir tushuna olasizki. Keyboard qurganda mana bu keyboard degan knopkasida mana list of list degan narsa bor. Bu nima degani? Ro'yxatlar ro'yxati. Mana katta ro'yxatning ichida yana ro'yxatlar ketyapti. Mana bunga e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu ro'yxat, ro'yxat ichida ro'yxat. Ro'yxat ichidagi ro'yxatlar bular qatorlar hisoblanadi. Mana bitta qator, bu bitta qator. Telegramda mana bitta qator, bu bitta qator. Tushunyapsizmi? O'sha narsa. Bitta shuni tushunib olsangiz, keyin mustaqil o'zlashtira olasiz. Tak, davom etamiz. Endi inline keyboardga o'tamiz. Xabarga biriktirilgan tugmalar deyiladi. Ya'ni boyagi xabarni tagida kelgan tugmalar ham chiqadi-ku. Boya tekst tagida chiqib keldi, to'g'rimi? Input tagida. Endi xabar tagida chiqayotganlarni ko'ramiz. To'g'ridan-to'g'ri xabarning ostiga biriktiriladi. Tugma bosilganda matn yuborilmaydi. Buning o'rniga bot maxfiy callback data keladi. Va bu nima degan? Men hozir misol uchun Telegramda mana bosyapman, xabar sifatida bo'lyapti. Inline query'da bosganimda xabar bormaydi. Bu yerda o'sha callback qilib qayergadir bog'lab qo'ygan bo'lsangiz, o'sha yoqqa boradi, ichki boradi. Ko'rinmaydi sizga bosilgan. Uni yaxshi tarafi misol uchun har bitta xabar bosganingiz xabar bo'lib tushmaydi. Hozir olamizda bu yerdan. Mana uni ham nimasi, tuzilmasi bir xil. Faqat e'tibor beringlar, uniki reply edi, buniki nima edi? Inline bo'lib qoldi, bir xil. Qolgan joy bir xil. Faqat mana bu yerda callback data degan joy bor. Unda callback data yo'q. Mana bu yerda aytaylik faqat text o'zi. Tushundingmi? Callback data degani bu qaysi tugma bosildi, nima signal berdi degan gapdi. Hozir buni olamizda menu handler degani, shuni men prosta kopiya qilib olaman. Buni olamanda buni. Nima server svet yo'q. Menu dedim, menu handlerga qo'ydim. Men yoqdi, yoqmadi degan nima bo'ldi? Saytga o'tish qaranglar. Callback data nima qilyapti? Bu yerda misol uchun like bosildi degan gapda bu yerda. Bu yerda dislike bosildi. Chunki bunda callback data berganimizdan keyin bu qayergadir signal beradi, like deb. Bu esa dislike deb signal beradi. Faqat biza bu signallarni keyin eshitishni o'rganishimiz kerak. U keyin sal keyinroq bo'ladi. Biz birinchi knopkalarni chiqarishni o'rganaylik. Callback qo'ymasliklaringiz mumkin, URL qo'yishlaringiz mumkin. Qayergadir olib o'tayotgan, misol uchun saytlaringizga, Instagramlaringizga, boshqaga olib o'tayotgan bo'lishi mumkin. E'tibor beringlar, inline keyboard, mana bu yerda reply markup qo'yildi. Ya'ni o'sha narsa. Faqat mana bu yerda nimalar yo'q? Resize keyboard, one time keyboard, shunaqa narsalar yo'q. Nima uchun? Chunki bizda keyboardga emas, xabarga biriktirilgan bu. Bu narsalar ziyoda narsa hisoblanadi. Buni ishlatib ko'ramiz endi. O'chiramizda. Tak, menu deb yozamiz. Postni baholang deyapti-da, xabar tagida chiqyapti. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerda chiqmayapti. Bu boyagi nimada turibdi doimiy. Mana bu yerda postni baholang deyapti. Post yoqmadi, saytga o'tdi. Men saytga o'tishni bossam, saytga olib o'tadi. Yoqdi desam, yoqdi degan signal bo'lyapti-yu, bu signal ushlamagani uchun bu uylanib qolyapti-da. E'tibor beringlar, uylanib qolyapti. Yoqmadigi ham signal bo'lyapti-da, uylanib qolyapti. Biz endi buni signalda обработка qilishni o'rganishimiz kerak. Signalni обработка qilish bu callbackni ushlash degani. Callbackni qanday ushlaymiz? Bizda o'sha xuddi o'sha router, faqat endi message'ga emas, nima edi? Callback'ga router qo'yamiz.
Hozir bitta tashlab olay, tushuntirib beraman. Endi callback ushlashtirmasdan qilamiz. E'tibor beringlar, mana bir router callback query deyapti, f data like, ya'ni like bosilgandan degan. Tushunasizlar? Callback queryga e'tibor beringlar. Va callback query bosilganda endi callbackka answer rahmat bo'lib boradi, message edit text. Ya'ni edit xabaringiz endi siz yoqdi deb baholadingiz deyapti. Dislike nima edi? Answer fikringiz uchun rahmat. Edit teksti siz yoqmadi baholadingiz deydi. Hozir bular qaysi nima qayerda chiqishini tushuntirib beraman. Bitta o'chirib yoqamiz. Kodga yana bitta qarab olamiz. Callback query f data like. Ya'ni mana bu yerda callback datamiz like bo'lgan bo'lsa bu yoqqa tushadi. Answerimiz rahmat deydi. Endi mana bu yerda yoqdiga bossam, mana o'rtadan rahmat degan yozuv chiqdi, ko'rdingizlarmi? Mana bu yerda nima deyapti? Siz yoqdi deb baholadingiz. Mana boyagi knopkalarim yo'qoldi-da, o'rniga nima xabar bo'lib qoldi? Siz yo'q deb baholadingiz deyapti. Mana edit text qilaveryapti. Ya'ni xabarni prosta o'zgartirib qo'yapti. Magiyadek qilyapti. Endi boyagi narsani qayta chiqarish uchun men nima cho'qiraman? Menyuni bosaman yana. Endi yoqmadini bosaman, o'rtaga yetaverib, fikringiz uchun rahmat deyapti-da, bu ham edit text qilyapti. Tushundingizlar? Menyu qilamiz. Yoqdini bosganimda mana bu xabarchamiz yo'qolib, nima bo'lyapti? Edit text bo'lib qolyapti. Xabarni o'zgartiryapti. Mana bu yerda knopkalarning yo'qolishiga katta sabab mana bu yerda markup yo'q. Reply markup qoldirsak bo'ladi mana bu yerda. Reply markup. Uning uchun mana bunaqa bitta qanaqadir knopka qoldirishimiz kerak. Knopkalar degan keyboard qoldirishimiz kerak. Hozir buni bitta qoldirib ko'ramiz. Adashmasam ishlash kerak, tekshirmaganman. Keyboard qo'yamiz. Endi hozir bizga edit text asosan knopka qaytib qo'yilmaydi-da. No, sizlarga qo'yib ko'rsatmoqchiman, balki ishlab qolsa. Yoqdiga qo'ydik-a biz. Yoqdiga qo'yapman, siz yoqdi baholadingiz debdi, yana knopkalar paydo bo'lyapti. Tushundingizlar? Mana bu knopkani qo'ymaganimda nima edi? Text yuz paydo bo'ldi. Demak, knopkalarni ulash qiyin narsa emas ekan. Buni olib qaraganda knopkalarni ter ekanmiz, nima qilish kerakligini sal-pal tushuntirar ekanmiz-da, mana bu yoqqa reply markupga qo'yaversak bo'ldi, knopka ulanadi ekan. Tushundingmi? Ma'nosi shu. Muhimi deyapti, har bir callback query handlerda callback answerni chaqiring deyapti. Aks holda tugma soat aylanaver. Ya'ni mana bu callback answer bo'lishi majburiy ekan, chunki boya callback tashadik, unga answer javob kelmay turadi-da, uylanib qolaveradi boyagidek. Answer degani bo'ldi, javob keldi degani, undan keyin nima ish qilsangiz. Tushundingmi? Bunday joylari bor, men front-endga o'xshash narsa qilsam bo'ladi bu yerda. Back-endga zaпрос tashlashga, o'sha answerdan oldin so'rov jo'natib, nimadirlar обработка qilib bitta vaqt ketar ekan, keyin answer bersangiz ham bo'ladi. U nima ustunlik bo'ladi? Back-endga ketgan vaqtda xuddi uylayapti deganday uylatib beradi. O'shanlar. Ko'pincha tugmalar oldindan ma'lum bo'lmaydi. Ular bazadan yoki ro'yxatdan dinamik tarzda yaratiladi. Aynan shu holatda keyboard builder juda qo'l keladi. Bu nima degan? Biz hozir qo'lda yozdikmi mana bu narsalarni? Mana bu list of nima edi? Ro'yxatlar ro'yxatini qo'lda yozib chiqamiz, No, shunday holatlar bo'ladi. Misol uchun, kafening menyusi, produktlari, o'shalarni bazadan olib, buni terish kerak. Ro'yxatdan olib terish kerak. Shunday holatlar bo'lishi mumkin. Unda biza reply keyboard builder yoki inline keyboard builder ishlatamiz. Builder qanday ishlaydi? Mana misol uchun listdan olyapti, shu bazadan olgan tasavvur qilinglar. Kategoriyalarimiz bor va o'sha kategoriyalar bo'yicha bizning knopkalarimiz chiqish kerak. E'tibor beramiz, kod nimaga router chaqirishga nima bo'lyapti? Katalog degan komandani tanlayapti. Katalog handlerda builder degan obyekt yaratyapti. Builder nimadan? Inline keyboard builder. Inline nima qiladi bizga? Xabar tagida tushadi. To'g'rimi? Xabar tagida. Keyin nima qilyapti? Cycle yaratyapti-da, va kategoriyalarimiz bor tepadagi. Kategoriyalar bo'yicha enumerate qilganda nima qilardi? Bu ham o'zi ham indeksini ham chiqarib berardi. Mana bu indeks 0, keyin bu telefon. Indeks 1, notebook va hokazo bo'ladi. Va builderga builder.button qilyapti, ya'ni knopka qo'shib ketyapti. Builder button deyapti, tekstga name beryapti. Name haqiqatdan birinchisi telefonla qo'shilgan. Callback dataga nima beryapti? Cat 1 qo'yapti. 0 qo'yapti birinchi. Dinamik qo'yaveryapti, tushunyapsizlarmi?
va callback'ga masalan va o'zimiz like dislike qo'ydik-ku. O'sha o'rnak bu yerda kategoriya 1, kategoriya 0, kategoriya 2 degandan qo'yib ketadi. Chunki erta kategoriyani o'z deb qo'ysangiz, callback'ga boradi, kategoriya deb tushadi, okey. No, o'g'ini bilmay qoladi-ku, qaysi kategoriyani bosdi ekan, telefonlarni bosdimi ekan bilmay qoladi. Shuning uchun ma'lumot borish uchun indeksini ham beramiz. Biz o'sha indeksga qarab qaysi kategoriyaligini bilib olishimiz oson bo'ladi. Tushundingmi? Keyin builder adjust deyapti, 2-1 deyapti. Ya'ni birinchi qatorda ikkita, qolganlarda bittadan knopka bo'lsin deyapti. Bu bayaki layoutni qo'lda beryapti. Keyin nima deyapti? Reply markup, builder as markup qilyapti-da. Bu sal murakkabroq-u, no, bir yo'l aytishsanglar, juda ham qiyin emas. Olamizda, mana buni qilib ko'ramiz buni. Endi sal qiyinroq, murakkabroq narsalarga builderlarni ishlatsanglar bo'ladi. Builderimiz qayerdan kelardi? Utils'dan ekan. Builderimiz tayyor. Mana bu yerda endi bitta ishlatib ko'ramiz. Katalog deb komanda yozib ko'ramiz. Ko'ryapsizlarmi? Telefon notebooklar va bosganimdan boya xabar soatlab aylanadigan narsasi shuda, u callback'ga answer kelmayapti hozir. Biz buni ushlashimiz kerak. Callback'ni ushlashimiz uchun qaranglar, sizlarda har safar callback ketganda nima yozyapti? Bosganimizda mana ket 0, ket 1, ket 2, ket 3 va hokazo shunaqa xabar ketyapti. O'shalarni har biriga javob qilishimiz kerak-da. Faqat muammo shu yerdaki, misol uchun men ketga javob bera olaman. Lekin har safar har bittasi alohida handler qo'yamanmi degan savol bo'lishi mumkin sizlar. Ket 1 ga, ket 2 ga alohida funksiya chiqamanmi degan savol bo'lishi mumkin-da. Yo'q, unday bo'lmaydi. Biz nima qilamiz? Reply bu reply-diki, uni tushunib olasizlar. Bu birlashtirishni hozir o'taman. Bizda mana bunaqa narsa bor edi. O'shani oldini olish uchun boyagi hozir ket 1, ket 2, ket 3 da muammo chiqib qoladi. Misol uchun callback query. Bir ish qilsak bo'lar ekan bu yerda, qo'lda qilib beraylik hozir. Tak, bizda async def deymizda listen category deymiz. Ya'ni kategoriyani eshitish deymiz. Router qo'yamizda, qaranglar, router qo'yamizda message qilamiz. Va bu yerga message emasdi, nima edi? Query, callback query qilamiz. Chunki callback eshitish kerak-ku bu. Callback query qiladida if datasi, qaranglar, if datasi mana bu yerda men start with qilamanda, nima qilaman? Bu yerda cat qilaman. Bu nima degani? Bu if data men cat bilan boshlanadi. Ixtiyoriy if nimani olamanda ishlatsam bo'ladi. Faqat bu yerda hozir minut callback callback olamiz. Callback callback query. Callback queryga qarayotgan bo'lsak, bunda nima ma'lumot bor? Bizda ID bor, from user bor, datasi bor, o'sha yiqqan ma'lumotlarni. Men bu yerda o'sha inni mana buni bo'lyapti-da. Men misol uchun kategoriyalik bo'lgan, o'sha bilan o'xshagan hamma nimalarni eshitaman-da. Hamma kategoriyani, eshita kategoriya bo'lsa, hammasini men bu yerda hal qilaman, bitta handlerda hal qilaman. Agar bu bo'lsa, bu degandan qilib javob qilaman deydi. Endi o'ylab ko'ramiz. Qanday qilsak bo'ladi? Callback qaranglar. Categories degan nima bor edi? Listim bor edi, listga e'tibor beramiz, telefonlar boshqa. Endi categoriesni indeksiga bilan murojaat qilmoqchi bo'layman. Men u bilan callback deyman-da, data deyman. Datadan biza hozir mana bu yerda pechat qilib beraylik-ku. Categories. Yo, f data boshqa narsa. F datada shunday narsa.
Yo, f datada to'xtamaydi, mana callbackda to'xtaydi. F data ushlab beradi, lekin F datadan ma'lumot ola olmaysiz siz. Tushunayapsizmi? O'sha narsa. F data ushlab beradi, lekin mana bu callbackda keladi. Mana narsani qilmoqchiman hozir. Faqat men debugger bilan qilmoqchiman bu narsani. Python file, okay. Bu ishladi. Telefonlarda bossam chiqib qoldi. Telefonlarni bossam mana bu yoqqa mana olib o'tadi. Tak. Kimsa aytamiz, asenka kelamiz. Rost. Mana debuggerga olib keldim. Men callback'imda nima borligini ko'rib olsam bo'ladi-da, mana callback'ga. Ya'ni o'sha callback'da nima keladi? Mana debug console bor. Men uni ham tushuntirib beraman keyin sizlarga. Callback callback deb yozayotgan bo'lsam, mana bu yerda hamma ma'lumotlarim borda. Bizlarga qiziqtirayotgani callbackni bunday qilayotgan bo'lsam, callbackga data degan joy bor. Ya'ni callback data deyotgan bo'lsam, nimani chiqaryapti? Ket 0. Bizlarga mana bu 0 chasi kerak edi. Qanday etsam bo'ladi? Kimda nima qo'yadi? Ha? Yo'q, cycle esa bo'ladi. Undan ko'ra mana bu yerda bizda qaranglar, ket 0 kelyapti. Ketini olib tashlab, o'sha integerga o'girsam bo'ladi, to'g'rimi? Bunday qilaman. Current kategoriya deyman. Qaysi kategoriya degani? Kategoriya teng bo'ladi. Kategoriyasidan nima olaman bu yerda? O'z callback datadan callback datani mana bu yoqqa replace qilishim kerak. Nimani? Ketni mana olib tashlashim kerak. Nima bilan? Pustoy qoldirishim kerak edi. Buni integerga o'girishim kerak bo'ldi. 0 o'zi qoladi bu yerda. Va kategoriyamiz tanladik bu yerda va await qilamiz. Birinchi callbackga javob berishimiz kerak. Callback answer qilishimiz kerak. Ajoyib tanlov deb yozib qo'y. Tanlov deymiz. Va mana bu yerda awaitga oddiy xabar sifatida endi awaitga xabar jo'natsak ham bo'ladi yoki o'sha messajda edit qilsak ham bo'ladi. Bizda bu yerda mana bu yerda callback message edit text qilsak bo'ladi. Callback message edit text. Nima deydi buni? Siz f-string qilamizda. Current category deymizda ni tanladingiz deyiladi. Tushundingmi? Tak. Ha? Ya bunga kerak emas. Tak, signallarimiz kerak yetib qoldi. Bot ishga tushiramiz. Telefonlarga bosamiz. Siz telefonlarni tanladingiz. Kategoriyaga ketamiz. Notebooklarni bosamiz. Ajoyib tanlov deyapti-da, siz notebooklarni tanladingiz. Tushundingizlar? Qaysidir ma'noda biz o'zimizni nimani avtomatlashtirdik. Bo'lmasa nima bo'lardi? Har bittasi alohida nima yozgan bo'lardik hozir. Handler yozardik. Chunki o'ylab ko'ringlar, misol uchun ket 0 ket 1. Biz nima qildik? Bitta dinamik, ya'ni kategoriya qaysi tanlanganligini tanlab olib, bitta handlerda hal qildik. O'sha. Ovqatlarda ham shu narsa bo'lishi mumkin. Misol uchun zakaz qilishni maqsad qilsanglar, ovqatlar chiqadi. O'sha bo'yicha ma'lumotlar hammasi bo'lishi mumkin. Ovqat narxi, qancha vaqt tayyor bo'lishi, boshqa. Sizlar yaratgan o'rdagi listlaringizga dictionarylar.
telefonlar knopkani ichida ham telefon markalarini ko'rsatadi. Tushunmadim. Telefonlar markasi. Telefonlar ichida yana boshqa Ha, ochib bitirsa biladi. Misol uchun o'shani qilishsiz uchun mana zo'r yaxshi case bo'ldi. Tak. Mana qilsangiz bo'ladi. Mana bu yoqqa siz palonchani tanladingiz deymizda, qaranglar, mana qilib o'ramiz. Sal ijodkorlik qilamiz mana bu yerda. Telefonlar deymizda 2 nuqta. Tak. Misol uchun Nokia, Samsung, nima edi? Apple misol uchun. Mana bu list bo'lmayapti-da endi. List emas, list bo'laversin. Tak, hozir. Loyika o'zgarib ketayotganda, endi maqsad bu yerda nima edi? Misol uchun telefonlar degan buni qilib qo'yaylik. Tak. Produkt deb yozay, produkt qilib qo'yay. Boyagi tepadagi mantiqini o'zgartirib olmaslik uchun-da. 0 telefonlar-ku. Tak, nima qilamiz? Boyagi Nokia, Apple, keyin nima edi? Samsung misol uchun. Tak. Birga misol uchun. Lenovo, Apple bilan HP misol uchun. Va hokazoda bu yoqni keyin to'ldiraveramiz. Produktlarimiz bor. Endi mana bu yoqqa bunday qilsak bo'ladi. Keyboard yasasak bo'ladi. Bu yoqda bizda keyboard qilamizda, faqat inline keyboard bo'ladi-da, chunki xabar tagiga yozish kerak-da bizda. Inline keyboard markup bo'lardi, to'g'rimi? Bu yoqqa keyboard qo'yamiz. Builder qilmayapman men, prosta markup ishlatyapman. Chunki hozir tushuntirib beraman. Bu yerda list of list bo'lishi kerak. For deyman. Items, product or product in products deymanda, faqat men bu yerda mana bu narsani yana qo'yaveraman. Qaysi indeksdaligini. Qaysi indeksdaligini. O'sha ya'ni telefon tanlasam, telefon tanlab beradi. Nima qilaman? Produkt qilib buni qo'yib ketaman. Faqat produkt o'zini qo'ya olmayman-da, bu yerda produkt ismi bor-ku bu yerda. Biz nima qilishimiz kerak? Inline keyboard button. Mana bu narsani olishimiz kerak. Mana buni olishimiz kerak. Mana bu yerda yoqdi, yoqmadi emasda, nima qilamiz? Bu yoqqa produktni qo'yamiz. Bu yerda o'sha Nokia bir bolalar kelib chiqadi. Mana bu yoqqa aytaylik cat mana f-string bo'ladi-da, f-string cat 0 nuqta bu yerda produkt misol uchun produkt nuqta bu yerda aytaylik o'sha produktning nomi. Produkt o'zi mana bu yerda qanaqadir produkt. Bu endi bitta callback-da, biz yo'q callback shart emas-ku. Mana buttonlarni yaratadi. Buni beraveradida, mana bu yoqqa reply markupga keyboardni beraveramiz. Endi bitta test qilib beramiz. Katalogni bosamiz. Telefonlarni bossam, ajoyib tanlov deyapti-da, bu yerda o'zgarmayapti. Mommo kelyapti bu yerda. Tak, qaysidir nima qolib ketibdi bizda. Stop ekan. Input value keyboard.
Keyboardimizga qarab olaylik ham qanaqa nima qolib ketdi. Ya, inline keyboard degan narsa qolib ketibdi. Biz oddiy keyboard qo'yibmiz-da, inline keyboard ekan. Mana bularni ham to'liqroq ishlash uchun qo'yib ketaylik. Tak. Soatlar. Bironta Rolex, bu ham Samsung bo'lishi mumkin, iWatchlar bo'lishi mumkin. Mana bu 2, bu 3. Quloqchinlar qanaqa bo'ladi? Misol uchun, Honor'nikini bilaman men. Apple'dagi bo'lishi mumkin. Samsung misol uchun. Ya'ni prosta nimada? Tak, bitta o'chiramiz. Telefonlarni bitta bossak. Siz telefonlarni tanladingiz, Nokia, Apple, Samsung. Ko'ryapsizlar. Faqat men Nokia'ni bossam meni eshitib qoladi, chunki nimaga? Menni handler yozmaganman, callback. Buni eshitgan. Men buni ajratib olishni o'ylash kerak. Men nol emasda nima edi? Bu yoqda tak, current kategoriya xuddi shunaqa. Men bu yoqqa bunday qilib ketsak ham bo'lar ekan. F-string qilamizda. Callback data qilib ketsam ham bo'lar ekan, oddiygina bo'lar ekan. Produkt. Qaysi produktligini ham aniqlaydi bu yerda. O'shanga qarab, ya'ni o'sha produkt bo'yicha listener qo'ysanglar bo'ladi. Yoki просто tok produkt o'zini qo'yib ketsanglar bo'ladi. Produkt unikal kategoriyaga bog'liq emas, bunday qilib ketsanglar bo'ladi. Keyin nima bo'ladi? Xuddi shunaqa cat 2 nuqta emasda nima edi? Produkt 2 nuqta bo'yicha ishlagan narsa yozasizlar. Buni yozorsak ham bo'ladi o'zi qiziq bo'lsa agar. Ve sal fikrlab qilaversa bo'ladigan narsada, qiyin narsa yo'q bu yerda. Produkt qilamiz. Mana bu yerda produkt bo'ladi, produkt bo'ladi. Mana listen kategoriya demaymizda, listen product deymiz. Mana bu yerda current kategoriya demaymizda, current nima edi? Product deymiz. Ajoyib tanlov bo'ladi. Mana bu yerga bizga o'zi inline kerak emas bizga. Knopka chiqarmaymiz istiyorum telefon tanlagandan keyin. Endi qaysi model uchun degan narsa deysiz mumkin. Current produktni tanladingiz deymizda, mana bu knopkalar kerak emas. Endi testlaymiz. Tak. Invalidator aldı. Categories deb copy data replace. Qayerda bo'lyapti bu? Ya bizga bunga kirmasi kerak. Yozib o'chirib yoqayku. O'chirib yoqsam. Mana bu yerda o'zida muammo bo'lyaptimi deyman. Text product, callback product. Tak. Xatolik beryapti bu, nima deyapti? Current kategoriyada. Qayerdan boshlab o'raylik, o'shanga muammo bo'lyapti. Katalogda bosamiz, telefonlarni bosamiz, Nokia'ni bosamiz. Baribir qanaqa adashib kelyapti. Mana bu callback data replace deyapti. Callback data replace cat is nima deyapti? Kategoriya bilan boshlaygan deganda. Product. Biza produkt deyishimiz kerak-ku. Tak. 113-qator deyapti. Current product. Int figure bizda mana bu yerda to'g'ri
kategoriyadan nima logikani xato qurdikda o'zi. Kategoriyani ham olish o'zi ikkita narsani yechishimizga to'g'ri kelyapti-da. Ha, yo'q, ikkita narsani yechishimizga to'g'ri kelyapti. Birinchi kategoriyani yechishimiz kerak. Yo'q, u narsa emas. Qarang, mana bunday bo'lyapti. Produkt deyapmiz, produkt Nokialigini aytyapmizda, qaysi kategoriyaga qarashni aytmayapmiz-da bu yerda, tushunyapsizmi? Uni qanday qilsak bo'ladi? Tak. Bitta usuli buni bunday qilsak bo'ladi. Eng yaxshi usuli o'sha bizda kategoriyamiz. Mana bu narsani beraversak bo'ladi. Endi buni o'zimiz bilamiz, bu toza kod bo'lmadi-yu, no ishlaydi. Bizada kategoriyasidan emas, qaranglar. Produkt bilan kategoriya ID'sini olsak bo'ladi. Qaysidan? O'sha bizning callback datamizdan. Callback datasini replace qilamiz, produktni olib tashlaymiz. Produktni olib tashlaymiz. Tak. Ustiga qoldiramizda uni split qilamiz virgul bilan. Bizda product ID bilan chiqib qoladi. Endi bizga current produktga kategoriyasidan emas, nimadan olishimiz kerak? Productsdan olishimiz kerak. Productsda kategoriya ID'si bo'yicha listda valuesi bilan get qilish qanaqa edi? Bormidi shunaqasi? Bormidi? O'chirish bor-da faqat. Pop qilamiz qilib. Hozir pop qilsak ekan, boyagi o'chirib ketaveradi-da. If biladi, shunday qilamiz. Current kategoriya qilamiz. Kategoriya qilamizda o'zi. Kategoriya. For qilib aylantirib if qilamiz. For deymiz product in category if product teng product bu p deb qo'yaman, adashtiramiz. Current product teng bo'ladi, nima bo'ladi? Product. Tak. Mana bu qo'yayotgan debuggerimizni nima kelyapti? Tak, uni o'chiramiz, pastaksin. Callback datamizga nima kelyapti? Product Nokia kelyapti. Eski nimada qolib ketibdi-da, hozir ham qo'yaylik. Katalogdan qaytadan boshlaylik. Xo'sh. Katalogga bosamiz. Telefonlarga o'tamiz, Nokiaga o'tamiz. Mana bu yerda nima yugurmabmiz. Yaqinlashay deb qoldik. Siz Nokia'ni tanladingiz. Oxiri yetib keldik.
Ya, chunki biz arxitekturani boshdan yaxshi loyihalamadik-da. Muammo shundan bo'ladi. Chunki endi maqsad uyumasida. Maqsad uyumasida hozir arxitektura hatto bo'lyapti. Nima edi, bor narsadan nimadir chiqarmoqchi bo'lyapmiz. No, maqsadga yetishdik-da, bu qiyin bo'lmay qoldi, to'g'rimi? Mana bu joylari ham bor edi. Qo'shimcha unaqa murakkab Magic Factory Kolbek data fabrikasi. No, buni men sizlarga hozir shart emas deb ko'rdim, chunki katta gruppaga ham aytdim. Sal qiyinlik qildi. Undan ko'ra hozirgi bilan bitta mashq qilsanglar, keyin buni kerak bo'lsa o'rganib olsanglar bo'ladi. Chunki bu juda ham murakkab qilinadigan botlar uchun qilinadi. Juda ham katta-katta. Handlerimiz bizanki maksimum 10-15 ta bo'lishi mumkin. 700 ta, 750 ta handlerlar bor, nimalarga qulay bo'ladi. Chunki mana bu nima qilib beradi buni asosiy o'siz callback ma'lumoti product callback boyagi by 2.prod by mana 2.2. o'zimiz qo'ylar qilyapmiz-ku. Bular nima qiladi? Prosta klass ichida tiqadi, u klassda qanaqadir kontrol qilish osonlashadi. O'shancha hozir sizlarga uncha qiyin murakkab narsa yozmaysizlar. Lekin ko'rib qiziqsanglar o'rganib qo'ysanglar bo'ladi. Sizlarga hozir vazifa bo'ladi sinfda ishlashga. Inline klaviatura yordamida ovoz berish botini yasaysizlar. Mana bo'ladi, savol qo'yiladi. Question qaysi dasturlash tiliga sizga ko'proq yoqadi deydi. Python, JavaScript, Go, Rust deyiladi va har bittasidan nechtadan ovoz yig'ilganini hisoblab berilgan narsa yozishlaringiz kerak. Tushundingmi? Hozir tashlab beraman. Bundan oldin hozirgi mavzularni bitta o'qib chiqib, bir takrorlab chiqsanglar ham mayli.